Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa Əpəndi 1 mart günü istansımız orqali e'lon qilgan 2022 yilida milliy hamkorlikni kuchlantirib, Uyg'ur qirg'inchiligiga xotima berish uchun tirishayli degan temadagi safarbarlik nutqining oxirgi bo'limida inkorchilar vaqtida to'g'ri yo'lni tanlab olish kerak deb ko'rsatdi. İnkarçılar ve azgınlar vaqtida to'g'ri yo'lni tanlab olish kerak. Washington Post geziti yaqında bir maqola e'lon qilib, Şərq Türkistan'da Xitay tərəfindən qurulğan bir tor mərkəzinin chet eldəki ictimai tərəqqiyatdakı Uyğur tilida e'lon qilgan bütün yazmalarni to'plab turlarga ayırıyotganligini, chet eldəki nishonli kuchlarga texmi eg'ir parakanchilik selish maqsad qilayotganligini oshkorladi. Hozirgi bizning tor dunyosidagi atalmış qahramonlarimiz bilan Xitoyning bu tor markazlari orasida qanday bir munosabatning mavjudligi ma'lum emas. Ammo Xitoyning Dünya hukukiga ve chet eldagi aktif harakat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlarga rahbarlar qarta hujumning buningdan keyin texmo kuchlanganligi ma'lum. Mazarga chammetib o'zining mashhurlik kesiliga davozlaydigan qarindoshlarimiz ilgirim bor edi. Hozir texmo ko'payib ketayotganligiga shohid bo'lyapmiz. O'liklarni go'rdi jimiyat qilib qo'ymay, ularning qandaqdir bir ish yoki so'zlarini ishlab tortib Sənik söyrəb çıxırıb sazayı qilishlar moda bo'lib qevatıdı. Dünya Uyg'ur qurultayi qatorliq tashkilotlar Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilish va irqiy qirg'inchilik qarshi turish uchun imzo to'plash kampaniyasi olib berayotganda, ba'zilarning Dünya Uyg'ur qurultayiga qarshi imzo to'plash safarbarligi qo'zg'alganiga shohid bo'ldik. Dünya Uyg'ur qurultayi Xitoyga qarshi chammining yetishga kurash qilyapti-yu, ba'zilar Dünya Uyg'ur qurultayiga Çiştirmelici karşı hücum kıvatıdı. Dünya, Xitay'a karşı ambargo ceza ilan kıvatkan bu zamanda bazılar Dünya Uygurlu'ya karşı ambargo ceza ilan kıvatıdı. Keşke şu enerjini, şu vaktini, şu cesaretini Xitay'a karşı sarıpkan bolsa vicdanınla kançlık rahat bular idi. Keşke şu imza kampanyasını Xi Jinping'e karşı, Çin Chang'e karşı yol koygan bolsanlar xalqlar sizlerden qanchalik faxrlar edi deb o'ylab qolamiz ba'zida. Dunyo qurultayini inkor qilish, aktiv faoliyat qilayotgan tashkilotlarni inkor qilish, namoyishlarni inkor qilish, Uyg'ur sotini inkor qilish, da'voda fidokorlik bilan uzun yillardan buyon xizmat qilayotganlarni inkor qilish, hatto hayotini bu da'voga bag'ishlab o'lib ketganlarni inkor qilish, ammo Xi Jinping hokimiyatini ve onun hemkarlaşmışlarına sükut turuş tarihi bir cinayet. Lekin meyli Xitay devleti bulup, meyli inkarçılar kollektivi bulup, meyli meşhur şahs bulup oturup çıksın, Dünya Qurultayiga karşı bu hücumdan hiç kim hiç nima erişemeydi. Özünü meşhur kılış için Dünya Qurultayini pat işlep tartıdığanlardan rencip avar olmaymiz. Bu özünü ufritişten başka yaramaydı. Ama samimi lekin hayacanlı beş kızıp kalgan, azdırılganlar ve azdırılış iş kuşavatkanlar tarihte bir karıdağ bu kaldıqanlıqı en akıllı boğandı mı vicdanının soruğu düşkildiğanlığını unutup kalmasına gerek. Milli müstakillik hareketimiz jarayonida bütün halkımızın, teşkilatlarımızın fakat bir düşmanı buluş gerek. U bolsa mu Xitay müstemlekçileri. Bu del Dünya Qurultayining hareket prensibi. Vatan halkımızın duası her şaraitlarda yine dokunu kollab, samimi tilekler bilen bizge medet berip kelayotgan halkımızın ümidi del bizning maddi ve manevi ozuqimiz ve cesaretimizin kuch manbasidir. Rahmet. Dünya Uyghur Qurultayining reisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komitetining muavin reisi Turg'unjon Avdun va Qurultay fondining reisi Abdujalil Ahmad Apandilardan tashkil topgan Qurultay hay'ati
28 fevraldan 1 martgacha Avstriyaga qilgan xizmat ziyorati jarayonida Avstriyadagi asosliq turk tashkilotlarining mas'ullari bilan uchrashuv elib berib, ularga Uyg'urlar masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanish va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlar yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida ma'lumot berish bilan birga Yevropadagi turk islom tashkilotlarini Uyg'urlarga bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashini yanama oshirishga chaqirdi. 28 fevral günü qisqartılgan nomi Mossad deb atalgan va Turkiyadagi eng nüfuzli korxonachilar jamiyatining biri hisoblangan mustaqil ish odamlari jamiyatining Avstriya sho'basini ziyorat qilgan Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati uzun mezgillardan buyon Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bilib kelgan. Uyg'ur sud kollegiyasiga va korona vabasi sababidan har qaysi allarda qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizga moddiy yordamda bo'lgan mazkur tashkilotning mas'ullariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan qayta rahmat aytish bilan birga ularga qurultay tarafidan hozirlangan xotira buyumlarini taqdim qildi. Dolqin Aysa apandi Turkiya mustaqil ish odamlari jamiyati Avstriya sho'basining mas'ullari bilan ilib bo'lgan suhbat jarayonida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligining va insoniyatga qarshi jinoyatlarining hozirmi ham izchil davom qilib kelayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga Amerika boshliq bir qism g'arb davlatlari va parlamentlarining Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligini, Amerika va Yevropa ittifoqining Uyg'urlarga munosabatli maxsus qonunlarni va qarorlarni ma'qullaganligini, bir qism Xitoy amaldorlari va shirkatlarga jazo e'lon qilganligini, ta'minlash zanjiri qonuni, Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonuni deganda qonunlarni ma'qullab, Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dashning ijobiy qadamlarini bosganligini, Uyg'ur sud kollegiyasining 18 oylik jiddiy tekshirish natijasida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan hukmni chiqarib, Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortishning qonuniy asosini yaratganligini bayon qildi. Dolqin Aysa apandi so'zida yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2022 yilida ilib boradigan qonuniy kurash bosqichida dastlabki qadamda Argentina, Germaniya, Angliya, Kanada qatorliq davlatlarning sudlarida Xitoyga qarshi boshlatgan da'volarining muvaffaqiyatli ilib berilishi uchun Yevropadagi turk islom tashkilotlarining moddiy jihatdagi yordamiga muhtoj ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ondan boshqa yana Dolqin Aysa apandi shu kuni Avstriyadagi Yevropa kunligi televiziyasining ziyoratini qabul qilib, ularning Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, Turkiya-Xitoy munosabatlarida Uyg'urlarning o'rni, muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning umumiy vaziyati haqida so'ralgan turli savollarga tafsiliy javob berdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 1 mart kuni Viyanadagi Avstriya Uyg'ur jamiyatining asosliq mas'ullari bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Suhbat jarayonida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi birlik ittifoqlikning muhimligini ta'kidlagan Dolqin Aysa apandim mundaq deb ko'rsatdi. Bizning milliy mujodilamiz dunyodagi eng zolim, eng mustabid, eng cho'ng bir hokimiyat bilan qarshilashish mujodilasidir. Sharq Turkiston tashkilotlari qanchalik ching birlashalsa, uning kuchi shunchalik zo'r edi va dunyodagi haqqoniyatchi davlatlarning xalqlarning hissdoshligini, qo'llashini shunchalik ko'p qo'lga keltiralaydi. Buning bilan hozirgacha oran 8 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'lsa, 2022 yili 20 ga, 30 ga, balki uningdan ko'p davlatga yetkazish mumkin. Davlatlarni Xitoyga qarshi yangi chora-tadbirlarni oldirishga muyassar bo'lishimiz mumkin. Fikir farqlari, kurash usulimizdagi farqlar bizni ayirib tashlashning sababi bo'lib qolmasin. Dushmanimizning maqsadimi zoda orimizni buzib, bizni oq tog'liq bilan qora tog'liqqa aylantirib yetish bo'lmoqda dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 28 fevral janvada başlanğan 49. növbetlik umumiy yig'inining ichilishida qilgan so'zida Xitoy hukumatı Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy komissarining Xitoyni, jumladan Sharq Turkistonni ishonchli yo'sinda tekshirishiga yo'l qo'yish kerak deb ko'rsatgan. Osiyo xalqaro xabarlarining 1 martdagi xabariga qaraganda mazkur yig'in jarayonida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi Xitoy hukumatı hali ham qirg'inchilikni davom qildirmoqda. Şunu biz Şinjan'daki bu mislsiz qirg'inchilikdan izchil andish qilmoqdamiz deb ko'rsatgan. Shuningdek, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashining raisi Michel Bachelet'in Sharq Turkistondagi siyosiy vaziyat haqida tayyorlab chiqqan maxsus dokladni tezdan e'lon qilishini talab qilgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatining bu xil maydoniga ovoz qo'shish shaklida o'tirg'i chiqqan bayonotlarni Angliya, Daniya, Turkiya, Chex qatorliq davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatı'da doimiy turishliq vakillarimi ayrim ta'kidlagan. Ularning so'zlarida Uyg'urlarning vaziyati, lager mahbuslarining qo'yib berilishi qatorliq masalalar alohida yer olgan. Ma'lum bo'lishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashining raisi Michel Bachelet'ning Xitoyda hamda Sharq Turkistonda cheklimisiz ziyoratda bo'lish masalasi izchil qatmonliqda turayotgan bo'lib, Xitoy hukumatı bu xil ziyoratni qarshi oladiganligini ko'p qaytim ta'kidlagan. Ammo ularning bu vaqtdagi turli to'sqinliklari tufaylidan bu ziyorat zodila amalga oshmay kelmoqda deyishgan.
Ondan burunmu Dünya Uyghur Qurultayı bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik Huquq Oliy Kengashi tarafidan allaburun hozirlab bo'lingan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladning Xitoyning turli besimlari bilan hozirgacha e'lon qilinmaganligidan qattiq afsuslanganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 2 oyning 16 kunidan 18 kunigacha Janva shahridagi Birleşken Devletler Teşkilatıda 3 kunlik ziyoratda bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatıning rahbarlari Her qaysi davlatlarning diplomatlari bilan keng doirada uchrashuv elib berib, ularga Birleşken Devletler Teşkilatıning Uyg'urlar haqidagi dokladini e'lon qilishni kechiktirganligiga bo'lgan noroziliklarni ifoda qilgan edi. Turkiya Cumhuriyetining sobiq davlat ministri, peshqadam siyosatchi, Uyg'ur davosining sodiq qo'llovchisi Sadi Somuncu o'g'li Efendi 2 oyning 28 kuni atiganda olamdan o'tdi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi va Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari ijtimoiy taratqular orqali bayonot e'lon qildi. Mazkur bayonotlarda hurmatli Sadi Somuncu o'g'li Efendi olamdan o'tdi. Uning vafoti Sharq Turkistonliklar uchun zo'r yo'qotish bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Yotgan joyi jannatda bo'lsin. Oilasiga va urug' tuqqanlarga sabr tilaymiz deyilgan. O da 12 yil Turkiya parlamentining a'zosi bo'lgan. 2 qayta ministerlik vazifasi o'tgan Sadi Somuncu o'g'li Efendi universitetda o'qiyotgan yillardan tortib Uyg'ur davosiga qiziqib kelgan va izchil ko'ngil bilgan. O Türkiye'nin içi ve sırtida qatnaşgan yig'inlarda o'zi qurgan Milliy tushuncha institutida Uyg'urlar masalasini izchil holda kun tartibga olib kelgan. Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining faoliyatlariga aktiv qatnaşgan. O 2000-yili davlat ministerlik vazifasi o'tayotganda Turkiya hukumati Xitoy davlat raisi Jiang Zeminga davlat medali berishni qaror qilganda buningga qattiq norozilik bildirgan edi. 3-oyning 1-kuni Turkiya parlamentida marhum Sadi Somuncu o'g'lining vafoti munosabati bilan oldi bilan davlat murosimi o'tkazildi. Ondan keyin Anqaradagi Kocatepe masjidida marhumning meyit namozi tushirildi. Turkiya parlamentida o'tkazilgan davlat murosimiga parlament raisi, siyosiy partiyalarning raislari, ko'p sondagi parlament a'zolari va avom xalqdan bo'lib minglagan kishilar qatnashdi. Uyg'urlarga vakolatan Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Erkin Akram Efendi, Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfining muavin raisi Dilshod Barishchi Efendi va Anqaradagi Uyg'ur jamoat vakillari ishtirok qildi. Sadi Somuncu o'g'li 1940-yili Turkiyaning Oqsaroy viloyatida dunyoga kelgan. Anqaradagi G'ozi universitetining tijorat va iqtisod fakultetini bitirgandan keyin muxbir bo'lib ishlagan. 1977-yili parlament a'zosi bo'lib saylangandan keyin 2002-yilgacha Turkiya parlamentida jami 12 yil parlament a'zosi bo'lib vazifa o'tagan. 1998-yildan 2002-yilgacha davlat ministerlik vazifasini o'tagan. Sobiq Amerika prezidenti Richard Nixon 1972-yili 2 oyning 21-kunidan 28-kunigacha Xitoyni ziyorat qilgan bo'lib, bu yil mazkur tarixiy xarakterlik ziyoratning, shundaqla Amerika bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi hisoblanadi. Bu munosabat bilan ayni chog'da mazkur ziyoratga shohid bo'lgan diplomat Venus Lord Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan. Venus Lord 1971-yili 7-oyda davlat bexatarlik maslahatchisi Henry Kissingerga hamroh bo'lib, bu ziyoratning tayyorlik xizmatini ishlagan. 1985-yildan 1989-yilgacha Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi bo'lgan. O muxbir bilan o'tkazgan suhbatida shu qitimliq tarixiy uchrashishni eslash bilan birga Amerika bilan Xitoyning 50 yillik munosabatiga baho bergan. Venus Lordning qarashicha yaqinqi yillardan beri Amerika bilan Xitoy munosabatining yomonlashib ketishidagi asosli sababchi Xitoy raisi Xi Jinping ishkan. O davlat ichida qattiq qo'l siyosat yurgizib, davlat sirtida ig'vogarchilik qilgan. Janubiy dengizdagi qo'shnilarga tahdid solgan, Hindistonga hujum qilgan, Uyg'urlarga qabih ziyonkashlik qilgan, Hong Kongliklarni bostirgan. Xitoy yana Amerikani qayirib qo'yib, o'z atrofidagi qo'shnilari va butun dunyoga kuch ko'rsatishga otlangan. Venus Lord Xitoy bilan Rossiyaning munosabati haqida to'xtalib mundaq degan. Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumidan gangrab qoldi. Ruslar 1969-yili Xitoyga hujum qilgan edi. Shubhasizki, Xitoy hozir G'arb dunyosining Ukraina masalasida Rossiyaga qilayotgan besimiga diqqat qilyotdi. Biz bu ishga inkas qaytarishga ojiz keldik. Shunga Xitoy bizni ishonchsiz deb qaraydi. Meningcha Ukrainada nima ish bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy Tayvanga oldirib hujum qilmaydi. Chunki xatari bak cho'ng. Agar Xitoy buningda mag'lub bo'lsa, Xi Jinpingning taxti g'ulaydi. Agar buningga Amerika aralashsa, harbiy jihatdan buning xatari texmo og'ir bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Sen için ey yurtimiz,
axir bu